Jonimda otdamiz. Akalar tog'ani ko'zi yonib turar ekan. Hop, voy akalar qola jonim. Namuncha qo'rq. Salom do'stlar, Zero Play kanaliga hoş kelibsizlar do'stlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Green 2 Return degan o'yinni o'ynab, podvaldan qochib ketishga harakat qilamiz. Undan oldin do'stlar, videomizga bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Do'stlar, bizning kanalda eslatib o'tmoqchiman, 95% odamlar вообще obuna bo'lmay, bezbetlarcha like bosmay ko'rib turgan ekan. Shu 96% odamga aytgan bo'lardim. Shunday obuna bo'lsalar ham 1-2ga tez bir-ikki bo'lsak sizlar uchun cho'tki videolar tayyorlab qo'yapman men. Hop, mana ko'rib turganingizdek Green 2 Return, ya'ni oldingi versiyasi emas, yangi versiyasi. Hop, unda podval bor ekan. Hop, shundan qochib ketishga harakat qilamiz. Hop, bugun tog'ajonim va xolajonim bo'ladi. Hop, bo'lmasa videoni boshlab olganmiz allaqachon do'stlar. Video boshida eslatib o'tganimda like bosinglar, hop, kanalga obuna bo'linglar. Hop, bu o'yin avtoriskiya bo'lmagani uchun qandaydir nima desam bo'ladi, xo'sh, qo'la bilan tog'am вообще tez yurar ekan, ya'ni normalda yurgandek bo'ladi. Hop, endi do'stlar, nima bo'lsa ham bugun biz qochib ketishga harakat qilishimiz kerak. Hop, mana turyapmiz. Hop, bunda kelgan o'zlaringiz shaxsiy sedlaringizni qo'shsang bo'ladi. Hop, ya'ni men o'zimni sedimni yozdim. Mana shu meni o'yinimdan ko'rib turib qochib ketsanglar bo'laveradi. Hop, u vakilar mana ko'ryapsizlar, stangan pastdan chiqyapti do'stlar. Ancha-muncha o'zgarishlar katta. Ol buni. Hop, olsangchi. Hop, yaxshi, mana oldiga kelar. Endi bugun sekin tepaga chiqamiz. O'zi xola bilan to'g'ri kelmayaptimkin. Xo'sh. Demak do'stlar, mana bu yerga bir xolani chaqirib olamiz. Ana o'rashga. Hop. Buni ovozi chiqdi, endi xola keladi. Hop, kiginagilar xola bilan tog'ani uxlatib turib, keyin boshqa ishlarni ham davom ettiramiz do'stlar. Hop. Men xola kelmayapti, cho'ta. Sekin kelyaptimi bilmayman. Mana. Tog'a keldi, tog'a jonimda otdamiz. Akalar tog'ani ko'zi yonib turar ekan. Hop, voy akalar qola jonim. Namuncha qo'rqitasiz, bilaman kelasiz. Voy akalar xola. Hop, akalar mana ikkovi ham ketdi. Hop, akalar sal qoldi, ko'ryapsizlarmi? Opasniy bu o'yinda akalar. Вообще opasniy. Xo'sh. Demak akalar, buni sekin hozir olib borib qo'yib, bu tomonda kerakli narsalarni ham sekin qidirishga boshlaymiz. Hop, buni ochib qo'yamiz. Hop, bu yerda turlik bor ekan. Hop, mana bu yerda tekshiramiz. Akalar, bateriya bor ekan. Bateriya bizga вообще kerak bo'ladi, ya'ni qochganim. Hop, buni tushiraveramiz. Hop, endi buni tashlaymiz. Hop, mana bu yerda ham bir tekshirib olgan bo'lardim. Akalar, tugma, ya'ni tugma ham bizga вообще kerak bo'ladi. Hop, demak do'stlar, bularni tez yig'ib boshlaymiz joyiga. Hop, mana bu yerga kelasizlardagi shunday bossalaring mana bunday joy ochiladi. Mana shu yerga tashlaysizlar birinchi. Hop, keyin ular tashlaysizlar mana shu yerga. Hop, qani och. Hop, bu xonada hech bola yo'q. Hop, buni bu tomonga ketib qoldi bu. Xo'sh, buni tashlaymiz. Hop, yaxshi do'stlar. Endi akalar, ko'rgan bo'lsalaring podvalda hop narsa bor edi. Hop, stangan qayerda edi? Hop, mayli bular uxlaversin. Hop, mana krobar bor edi. Krobarni olib endi boshqa ishlarni ham qilish kerak. Hop, bu hozir xola bilan tog'a teztirilib qolishi mumkin. Shuning uchun tez ochib olishimiz kerak o'zimizga kerakli narsalarni. Xo'sh, demak, hozir men krobarda buni ochib, ana o'rashga buni ochib turib, mana bu tomonni ham ochib qo'yamiz, chunki hozir xola bilan tog'a вообще opasniy, shuning uchun yo'ldan chiqib qolsa, reski qochishga tezroq bo'ladi, qochishimiz tezroq bo'ladi. Xo'sh, demak, hop, akalar aytsimki, yaxshi, bu yangi kalit akalar ko'rgan bo'lsalaring. Xo'sh, demak, hop, hozircha xola bilan tog'a tirilmagan bo'lsa, silindrini olib ekan, men xola jonimda deb o'ylabman. Hop, buni ham endi sekin podvalga olib tushamiz. Hop, xola bilan tog'a tirilmadi menimcha. Mana endi jasad yo'qoldi. Bu degani akalar tez orada tiriladi degani. Hop, buni ochib qo'yamiz. Xo'sh, demak do'stlar, mana buni olamiz. Ko'ryapsizlar, FS va timerni ham ko'rsatib turadigan bo'pti. Xo'sh, xola jonim kelyapti-ku. Ko'ryapsizlarmi akalar xolaning tezligini? Hop, bu Grenni original versiyasida normal bo'ladi. Xo'sh, demak xolani uxlatdik. Hop, endi tog'a jonimni ham otamiz. Tog'a. Ana tog'a jonim. Qoch. Akalar, sal opasniy sefasiga burilish qiyin ekan.
Xo'p, demak tog'ajon siz ham bir lazgiga o'ynang. Xo'sh do'stlar, endi biz mana bu tomonga, mana bu yerga kelasizlarda. Xo'p, mana bu yerga o'tirib, hop, shunday tutsalaring mana bu yerda oyoqlaringiz sinadi. Короче, bu yangi joyga kelar. Xo'p, bu yerda bitta itvachcha bo'ladi. Hop, ana shunga tutilib qolmasdan kerak narsa to'plashinglar kerak. Xo'p, ana bu tomonlarni tekshiramiz. Xo'p, hozircha u itvachcha ko'rinmayapti. Xo'sh, sekin qaraymiz. Hozircha yo'q, mana shu fyuz kerak bo'ladi bizga. Xo'sh, demak do'stlar, o'tiramiz. Hop, endi xolajonim bilan tog'ajonim itvachchasi bo'ladi. Xo'sh, ana ko'rindi. Hozir ana shu yerda ko'rindi. Hop, xolajonim bilan tog'ajonim u itvachchasi bo'lib, hop, u bizga qochishimizga xalaqit beradi. Hop, mana oyoq sindi. Короче, bu o'yinning impossible modlari ham bor. Nasib qilsa ekspertda o'ynayman degandim bitta obunachim. Yutolmaysan debdi. Endi meni kimligimni bilmaydi-da do'stlar, to'g'rimi? Hop, nasib qilsa impossible'dan ham video qo'yaman. Hop, qani qochay tog'am cho'zilib yotishini qaranglar. Hop, buni bu yerga tashlaymiz. Xo'sh, demak, mana bu tog'ajonimni tualetini ham bir tekshirib olamiz. Endi madaniyatsiz gapiraverib, mana shu yerda ham ochib qo'yish kerak. Hop, endi buni mana bu yerga tashlaymiz. Hop, tushmanimi bilmadim. Endi mana shu yerda ham bir tekshirib olishimiz kerak. Qani. Hop, bu mana crowbarda o'zimiz tomonni ham bir ochib ko'rib kelish kerak. Hop, o'zimiz tomonni ham nimadirlar bo'lishi kerak edi. Silendr inoba chiqdi. Xo'sh, demak, menimcha holat tirilmadi holi. Yoki tirildimikin do'stlar, stangan oladigan payt keldimikin. Hop, akalar safega ham olamiz. Hop, menimcha holat tirilmadi yo tirildimikin. Xo'sh, tog'ani ham jasadi yo'qoldi. Demak, bular hozir tirilib qoladi. Xo'sh. Endi yo'limdan chiqib qolmasa bo'ldi do'stlar. Xo'sh. Xo'la kelyapti. Ol stanganni yaxshi do'stlar, oldik. Xo'p, endi xola ana shu tomonda spam bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, xolani uxlatdik. Endi tog'ani ham uxlatib olish kerak edi. Tog'a, yaxshi. Akalar, qani tog'ani ham o'tamiz. Yaxshi do'stlar, xo'p, safega edi. Yo'q do'stlar, hozir bizga stangan kerak bo'ladi. Olib stanganni. Xo'sh, demak, hop biz tog'ani ikkinchi qavatdagi joyga chiqib ketishimiz kerak. Ana shu yerda ham bizga kerakli narsalar bo'lishi kerak. Hop, bu tochamiz, hop, yaxshi ochib qo'ygan ekanman. Hop, ko'p hollarda qulib bo'lib qolar ekan o'lganinglardan keyin. Xo'sh, demak, buni ochdi. Xullas akalar, tez qochishga harakat qilyapman. Hop, chunki videogogicha yaxshi ham ishlamayapti, shuning uchun do'stlar. Hop, ma'zur tutasizlar. Hop. Ana tezroq bo'l, brachka, tez bo'l. Tur. Juda dangasa bola ekanda shu boru, yotaverib, uxlaverib. Hop, короче, bizni ham ancha dangasa qilib qo'yadi. Hop, короче, endi biz bitta fyuzchani tashladikmi mana bu yerga? Menimcha tashladik, to'g'rimi do'stlar? Xo'sh, yaxshi, endi bitta fyuz qoldi. Hop, ana shu yerga olib kelsak bo'ldi akalar, qochamiz. Uning uchun hozir biz mana bu yerga kelib, mana bu yerni tekshiramiz. Hop akalar, yaxshi cheng ko'tarib chiqdi. Hop do'stlar, nasib qilsa xudo xolisa keyingi videoda Granny Legacy'ni Impossible'da podvaldan Teddy bilan qochishga harakat qilib ko'raman. Albatta aytishlaring mumkin, to'poymasa axir podvaldan qocha olmaysan deb, endi men to'xtab qoldi bu, o'tir. Hop, qocha olmaysan deyishlaring mumkin. Endi akalar bilib bo'lmaydi, chunki hop, o'tgan safar xarta tutilmasdan qochdim. Endi xarta men ham qochishim mumkin deyishlaring mumkin. Lekin to'g'ri u gapinglar ham, lekin men qochishga urinib ko'raman va xudo xolisa qochib videosini ham joylayman. Hop, bu sizlar like va obunalaringga bog'liq. Hop, buni ochamiz. Xo'sh, qoch noskash ham xalaqit beryapti. Hop, bu ham meni tirilib kelmasin-da do'stlar, ish qilib. Yana meni hop, nervim o'ynab. Hop, tush. Hop, yaxshi. Hop, endi xola bilan tog'a yo'qmikin? Tirilmadimkin hali. Hop, mana shu tomondan sekin tushish kerak. Hop, shu burchaklardan yomon qo'rqaman deb. Do'stlar! Vay akalar, taxmin qilganimdek xola tirildi meni. Vay akalar, tutilmasdan qochmoqchi edim. Mayli akalar, easy ham tutilib qo'ydim. Hop, ko'rib turganlaringdek xola shunday kelib qasirlatib urib yordi. Hop, mayli do'stlar, endi biz ana shu boltni olib tushib ketsak bo'ldi pastga, shu bilan qutulamiz ulardan. Hop, qani birachga yur. Tez bo'l. Hop, mana bu yerda nima bor edi? Bu yerdagi weapon'ni olgan ekanmiz do'stlar.
Xo'sh. Hop, silindrin olib chiqdi. Hop. Hech kim yo'qmikan bu tomonda? Yaxshi. Ol buni. Xo'p, akalar, endi mana shu yerga tushib olsak bo'ldi. U akalar oyoq sinmadi birinchi marta. Hop, demak bularni bu tomonga olib kelib tashlaymiz. Qani, ol. Hop, buni ham tashlaymiz. Hop, buni ham olamiz, dagin manobotga tashlaymiz buni ham. Hop, do'stlar, mana batariyni ol tez. Hop, batariyni ham olamiz. Hop, bo'ldi, mashina ham qani ol botdan. Kimdir ko'rdimi yo g'alati ovoz chiqdi. Xo'sh, buni qo'yamiz. Mana bu fyuzlarni ham mana shu yerga qo'yasizlarda. Fyuzlarni qo'yganinglarda bu narsa o'taveradi nimadirdi. Hop, mana bu batariyni olamiz. Xo'sh, qani, hop, mana botga qo'yamiz. Yaxshi do'stlar. Endi do'stlar, mana bu botni ochamiz. Xo'sh, qani bos. Mana bu yerda bosamiz. Hop, silindrin olib chiqdi. Qani. Hop, butonni bosamiz. Qani, vrachga va do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek Grenik Retorndan podvaldanmi qochib oldik. Xullas, podvaldan. Hop, videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'shilib unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin. Hop, video haqida fikringizni kommentga yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.